Sizlarda ham issiqmi? Tapichkam erib ketyapti. Testosteroni bilan qonuniy ajrashganlar. Tur yo'qol uyingga mahallani aynitishma. Bu qo'y yag'larga julli shoptonni junini ishkash kerak. Pishib qoldi bu. Iya, ana u internatram issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Ya qizim, belayim bo'lib qopsan-ku. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. Ha, o'zimga dam beraman bo'lmasa, uzun marketdan basen zakaz qilib mazaf cho'milib o'tiraman. Bu issiq ambulatoriyaga admin qilyapti-yu. Assalomu alaykum. Uzun marketdan buyurtmangiz yetib keldi. Danle buncha tezkorsilar, Akajon, sizning buyurtmangiz: quyoshdan saqlovchi ko'zoynak, yozuvchi mo'ljallangan krossovka, velosiped hamda basseyn. Oma basen qichiq ekan. Uzun marketda yana nimalar bor? Biror narsa o'ylang-da. U ham bor. Yo'q. Uzun marketda hamma narsa bor. Va xotin, to'rtta tuxum pishir, qorni ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Ya bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib yuboryaptimi? Men ham basendan chiqmayman bo'lmasa.